Assalamu alaikum dostlar, sizlerle bugün Kibirking. Bugün biz Minecraft'tan kartani sketch ettiğimizi öğreteceğim. Bizler Play Market'e kiremiz. Mini map deb yazamiz. Mini map. Ne? Najere turibdi mini maps deb o'sher. Osini bitib basamiz. Және установить etamiz. Hozir uстановить bo'lsin. Uстановить bo'lganda ko'rsatib bo'laman. Do'stlar, mana Minecraft sketch mini map sketch bo'ldi. Hozir modimiz. Hozir kutamiz. Открыть deb basamiz. Yaxshi o'zingiz qalagan. Yo'q qo'yib qolsa istab. Bastaladi mana. O'zingiz bu yerdan qalagan uy, город qalagan neyingizni olasiz kartangizda. Misol uchun все karta deb turibdi. Mana qalagan ko'p kartalar bor. Ne? Новый karta desangiz, новыйdan chiqqan kartalar turadi bu yerda. Bu yerda 261 ta new bor, karta bor. Mana город qilsangiz, mana adem городlar chiqadi. Dom desangiz, misol uchun bizlar bitta domda sketch etamiz. Misol uchun mana domda sketch etamiz. Загрузить deb basamiz. Загрузить bo'ladi. Загрузка bo'lgandan keyin ko'ramiz. Do'stlar, mana sketch bo'ldi kartamiz. Mana играть deb basamiz hozir. Sizlar bo'lsin kartani sketch bo'lsangiz, Minecraft o'yin sketch etib olsangiz kerak. Mana Farmhouse Mansion degan turibdi mana. Osini basamiz. Kiramiz yana. Hozir sajat bo'lsin. Azg'ancha kutamiz. Bu modda sketch etsangizlar yaxshi mod bu. Onday yomon mod emas, yaxshi kartalar bor bu yerda. Manaki o'shanday karta bu yerda. Normal bu. Mana baliq joyini tanishib chiqam. Oslay. Ne? Misol uchun o'sini olib edim-da endi. Yaxshi zo'r nivo pulda. Yaxshi nivo mod. Mana ishini ko'rsatamiz. Ne? Oslay. Ikkinchi etaj bor. Komtalari ham bor bu yoqda. Do'stlar, sizlar bilan bo'lgan men Kibirking. Baringizga paka.